Assalomu alaykum. Bugun sotuvda 5,5 sotkuli hovlimiz So'zangarov mahallasiga joylashgan 22-maktabning shunday orqasiga. Joyimiz, fasad qismimiz 18 metr. Bu yoq tomon katta zilonli zona qo'yilgan. Keng joy, asfalt qilingan. Qurilish qilishga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ko'chalari tor emas, bemalol mashinalar kiradi. Bu yoq darvozaxona qismimiz. Katta keng hovli. Bu yoq tomon umumiy yashaydigan bitta qism xonamiz va ogrodimiz. Bu yoq tomonda ham ikkita xona, sanuzel, polni bitta oilaga yana sharoit qilib qo'yilgan. Bu yerga ham remont qilib yashasa bo'ladi. Remonti bitmagan lekin. Bu yoq xonamizning tagi zal qismimiz polni podval. Podvalga kirish butonlardan qo'yilgan. Birinchi xonamiz, bu oshxonamiz. Oshxonadan ish qilingan. Bu детский spalnya qilib qo'yishibdi. Bu yoqda bitta zalimiz. Zalimiz ham keng, katta zal. Tashqi tomonga derazasi bilan. Bu yoq tomonda yana bitta umumiy xona. Chiroyli remontdan chiqqan. Menga boshqa xona. Shundoq o'tirib ovqatlanib o'tiradigan xona. Hovlini ko'rsatdim. 5,5 sotka joyga 135 ming so'rashyapti. Yana telefon qilsalaringiz arzon qilib berishadi. Bu aytganlaridek gaz, svet, suv hujjatlarida umuman muammosi yo'q. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Bu joyimiz Qo'shchinordan Limonadni tomonga kelaverishda 22-maktabning oldida avtoservis bor. Shu avtoservisni yonboshdan ko'cha 200 metr ichkarida.